Buxoro davlat universitetida navbatdagi rahbar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Kelajakka qadam loyihasi doirasida tashkillashtirilgan mazkur muloqot yangi O'zbekiston yoshlari uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Buxoro davlat universitetida O'zmilliy bank aksiyadorlik jamiyati Kelajakka qadam markazi rahbariyati hamda bitiruvchi talabalar ishtirokida yana bir muhim uchrashuv bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda Buxoro viloyatining davlat oliy ta'lim muassasalari talabalari va rahbariyati ham Zoom platformasi orqali masofadan turib ishtirok etdi. Tadbir davomida O'zmilliy bank aksiyadorlik jamiyati Kelajakka qadam markazi mutaxassislari tomonidan loyiha doirasida yaratilayotgan imkoniyatlar, bitiruvchilar uchun mavjud yo'nalishlar hamda moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yuzasidan batafsil tushuntirishlar berishdi. Shuningdek, uchrashuv jarayonida bitiruvchi talabalarga ajratilgan kredit vaucherlari topshirildi. Men bugun ushbu tadbirda 1 milliard so'mlik vaucherni qo'lga kiritdim. Bu uchun bizning yurtboshimiz biz yoshlarga shunday imkoniyatlar yaratib berganliklari uchun juda ham quvonchdamiz. Oziq-ovqat va non-oziq-ovqat faoliyat turi bo'lib, qadoqlash ishlari bo'yicha yangi dastgohlarni olib kiryapmiz Xitoy va Rossiyadan. Bu loyiham orqali men kelajakda 40 dan ziyod ish o'rinlarini yaratishga rejam bor. Tadbir davomida Prezidentimizning 2025-yil 14-fevraldagi oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining ishga joylashishiga ko'maklashish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori hamda ushbu huquqiy hujjat asosida yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularni kasbiy faoliyatga yo'naltirish hamda tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash borasidagi imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Uchrashuvning yana bir ahamiyatli tomoni, unda bitiruvchilarning startap loyihalari taqdimoti ham o'tkazildi. Men Buxoro davlat universiteti bitiruvchisiman. Milliy bank tomonidan ajratilgan talabalarga berilgan imkoniyat natijasida 1 milliard 800 million so'mlik imtiyozli kredit menga ajratildi va bizning korxonamiz polipropilen qoplar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Bu hozirda korxonamizda 13 nafar ishchi ishlab kelmoqda va bu ajratilgan mablag'lar natijasida biz ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va yangi asbob-uskunalar, dastgohlar olishni rejalashtirganmiz va buning natijasida ishchi kuchi 20 taga yetishi ko'zda tutilmoqda. Bizga bunday imkoniyatlar yaratib berganlari uchun muhtaram prezidentimizga rahmat aytmoqchimiz. Hozirda Kelajakka qadam dasturi yoshlarning o'z biznes g'oyalarini amalga oshirishiga yordam berish, ularni tayyor loyiha darajasiga olib chiqish va qulay shartlarda moliyalashtirish imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda.